Birodarlar, silosda ahvoli mana. Nihoyatda yaxshi, zo'r, pishirgan. Asosiysi bitta makkada bitta dumbil, ikkita dumbil bor. Pishirgan, yaxshi, zo'r. Assalomu alaykum, aziz hurmatli birodarlar. Bugungi syomkamiz dolzarb masala bo'lgan o'sha silos haqida bo'ladi. Yagvarni silosi yaxshimi yo Palissan silosimi? Silos olib keldik. Shuni bir obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa. Qani, ketdik. Birodarlar, mana silos juda mayda qilib o'rilgan, makkalari nihoyatda yaxshi. Hozir shuni og'darib turib, o'sha dalani ichidan bitta chiroyli qilib video syomka qilamiz. Sizlardan bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qilgan mehnatlarimizga bir chiroyli kommentariyani yozib qo'yinglar. Ketdi, qani sekin og'daraveramiz. Hurmatli birodarlar, mana makkamizni holati juda yaxshi holatda. Mana ikkitadan dumbil. Eng asosiysi o'zimizning mahalliy urug' bu, yumshoq. Mollar bemalol suyib yeydi. Unaqa qimmatbaho urug' emas. Har birida imkon darajada mana bittadan dumbil pishgan. Har birida bor. Nihoyatda yaxshi. Men mashinamizga yukladik. Yuklaganimizni ham bir ko'rsatib boraman hozir. Birodarlar, mashinamizga yuklangan holati. Bu makam Oltiariq tumanida, Qo'shtepa tumanida o'riladi. 20 kilometr atrofiga 600 so'mdan dastavkasi ichida. Bemalol shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xizmatda bo'lamiz, olib borib beriladi buni. Bunaqa chiroyli qilib o'rdirib olib borib beriladi. Makkamiz nihoyatda yaxshi, yumshoq. Ko'pchilik aytayapti, bitta nomer qoldirsalaring, dehqonning nomerini qoldirsalaring, telefon qilsak, yo'q, tugadi degan gap so'zlar bo'lyapti. O'shaning uchun bir boshdan shopirlarning nomerini qoldiraman. Faqat sizlardan qo'llab-quvvatlab, bittadan like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyada o'zlaringni bir fikrlarini bildirasizlar. Faqat chiroyli gaplar bilan qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmaysizlar. Mana makkam bir boshdan olib boryapman. Nihoyatda yaxshi. O'zimizning mahalliy urug' bu. Birodarlar, mana nihoyatda yaxshi urilgan, maydalangan. Mana makkani kerak bo'lsa maydalab ichiga tiqib yuborganman. Mana birodarlar. Hozirgi kamboylar hammasi yangi. Sezonga tayyor. Bir boshdan remont qilib, chiroyli qilib chiqarishgan. Makkani mashinja qilib maydalab yem qilib tashlaydi mana. Birorta mana butun makkani o'zi yo'q, maydalangan. Ichida po'sti, tashqarida po'sti olingan mana. Juda zo'r ahvolda. Faqat sizlardan bittadan like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, chiroyli kommentariya sizlardan. Xudo xolasa makkamiz hali ko'p. Kambo'yin zo'r uradi do'stlar. Bu katta kambo'yin, Palissanni kattasi. Makkaning holatlari ham zo'r. Endi bu yerlarimiz Oltiariq tumanining yerlari, Qo'shtepa tumanining yerlari. O'shaning 20 kilometr atrofiga 600 so'mdan yetkazib boriladi. Yetkazib olib borib beriladi. Shu nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.
Hozir shopirlarda ham nomerini tashlab qo'yaman. Shopirlarda eng asosiysi har doim silos bo'ladi. Dehqonni yeri tugab qolsa boshqa dehqonga o'tiladi. Endi narxlar har xil. 500 so'mligi bor, 600 so'mligi bor. 450 so'mdan 800 so'mgacha. Endi 450 so'mliklar o'rtacharoq ular endi. Kam bo'ynimiz mana. Yagvardan qolishmaydi. Yagvar desalaring yagvar, bu kam bo'yn desalaring bu kam bo'yn, farqi yo'q. O borib berilaveradi. Ko'rishi juda chiroyli. Birodarlar, mana to'kilgan holati. Batda 7 tonna yuki bor. Endi mana shu holdagi Makka. Bu Palissaniki, Yagvarniki emas. Palissa ham mana yaxshi palissalardan mana maydalab Makkani yanchib tashlaydi. Yangi palissa, katta palissadan buni ham skorlari bor. Eng past skoriga olib, o'rib olib kelingan. Narxlari endi eng pasti 500 so'mdan boshlab 800 so'mgacha olib borib berishi. Farqi nimada deganlarga, endi Germaniyani har xil urug'lari bor, qimmatbaho urug'lari bor. Ular endi qimmat bo'ladi. O'zlaring ko'rib turibsizlar, videolarda syomka chiqarishyapti mana blogerlarimiz. Endi bu nimaga arzon desalaring, bu o'zimizning mahalliy urug'. Mahalliy urug' o'shanchun arzonroq. Ulardan ko'ra mahalliy urug' bo'libki, o'zimizning xurcho'p yoki yaxshi makkalardan. O'shanchun ulardan ko'ra juda arzonroq. Kerak bo'lsa u Germaniyani hali nimasi qimmatbaho urug'lari yer ichida 800 so'm, 1000 so'mlik joylari ham bor. Bu o'zimiz boplaridan. Yaxshi, zo'r. Tavsiya qilaman oladiganlarga. Mana har birining ichida o'ziga xos makkalari bor. Yaxshi. Videomizni kuzatib borsalaring, hamma gaplar aytiladi, xudo xolasa. Yer ichidan ham sekin chiroyli qilib olib boramiz. Biz endi dehqonni emas, shopirlarning nomerini qo'yamiz. Chunki dehqonni yeri tugab qolganda silos tugayapti, keyin telefonni ko'tarmayapti. Shopirlarda postoyanli bor. Kelishib olib borgizdirasizlar. Panjonlaring sog' bo'lsin. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana silosimizning holati. Bir videomizni yor birodarlarga tarqatib, bittadan like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar degan umiddamiz. Panjonlaring sog' bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar.